Lekin birdenga qimmat bo'lgan selen materialdan, yusa kirib ketadigan materiallardan unchalik kirmaydi, lekin kimga qiziq bo'lsa, narxi ham slishkim qimmat. Hech kim olmaslik uchun qimmat sotyapmiz. Narxi 79 ming qilib beramiz, 80 ming pachkada sotganmiz. Oldini baylanadigan qilmoqchi bo'lib, yemagandan keyin baylanadigan qilmadik. Baylanadigan ham bir ikkita orada mana bunaqa jinnixona bo'lib chiqib qoladi. Esicha borganda har xil bo'lsa, xavotir olmanglar. O'zi har xil bo'lib qolgan. Ko'rasizlar, mana buni tosh qolmaganda toshdan nimani bo'lsa bosganmiz, topib bosilgan. Ko'rasizlar, klaydan urilgan, esicha qattiqroq nimasini sinadi. Pishadi xullas. Birak. Chiqishi bilan birak bo'lib chiqqan. Narxlari ham birak narxlarda sotilyapti. Ko'rasizlar, rasvetkalarni. Nima deyapti? Hech kim olmaydigan oldingi zamonlarda eslab yurish uchun gullarni ko'rasizlar. Nima desam bo'ladi? Biz do'ppidayni ayollar pastga tushirib qo'ygan. Narxi 60 ming, 59 ming qilib beraveramiz sizlarga. Bular endi yusa kirami kirmaymi bilmayman, lekin bularda kiydigan holati ham qolmagan o'zi. Kim kiymoqchi bo'lsa, Telegramga o'tib adashib, zakaz qilsalar adashib jo'nataveramiz. Har xil rasvetkalardan bor. Hozircha buni yemagan ko'ylak, xilbi ko'ylaklar ham bor. Bir dona qolgancha narxini aytmayman, kommentariyada so'rayversizlar.